iloyim mana shu xonadonga bundan keyin ham mana shunday tinchlik xotirjamlik, serobchilik, yaxshilik bo'lib bo'lsin. Hamisha shunday yomon kunlari shunday bo'lsin. Yorqinoyga ham, Muhammad do'stimga ham uzoq umr, ulug'lik, baxt kamol tilaymiz farzand Asadbekka. Kamollarni ko'rib yurishaversin. Shu davrani olib borish bizga topshirilgan ekan bugunga. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha eplaymiz. Yorqinoyda tengqurlardan hozir menga aytishdi, "Beda Mansurbekni nima qilishgan ekan?" Mansurbek to'y bolalarga baxt tilayman, doim baxtli bo'lsin. Nima deyotgan bo'lsa, ota-onasini yaxshi farzandlari bo'lib, O'zbekistonning yetuk insonlardan bo'lishiga tilayman. To the